Assalomu alaykum hurmatli yig'ilishimiz ishtirokchilari, hurmatli hamkasblar. Millatlar orqali amalga oshiriladigan jinoyatlarga qarshi javob sifatida ishlab chiqarilgan qonun loyihasi mana chegaradan kesib o'tyapti, lekin javobgarlik belgilay olmayapti. Qayerdan chegaradan? Simdan o'tmagan, boshqadan o'tmagan. Davlat chegarasi orqali yer ostida noqonuniy qurilgan inshootlar tunnellardan foydalanilgan holda deyilganda infratuzilma degan so'z tushib qoldirilgan. Buni qaysi mantiqiy nuqtai nazardan bunga tushib qoldirilgan? Buni balkim qoldirsa ma'qul bo'lmasmikin? Shart-sharoit yaratish tushunchasi huquqiy jihatdan keng va juda ochiqda. Shart-sharoit tushunchasi aniq qanday harakatlarni qamrab olinadi? Bu moliyaviymi, texnikmi yoki logistik yordammi? Hozirgi kunda Ikkinchi jahon urushi faxriylari O'zbekistonda nechta qoldi? Bugungi kunda 61 ta Ikkinchi jahon urushi qatnashchisi qoldi. Faxriy maqomini bekor qilish va tugatish masalasi ko'rsatilyapti. Bu yerda shaxs vafot etganda faxriy maqomi tugatilishi belgilanyapti. Fuqaro masalan vafot etgandan keyin ma'lum bir imtiyozlardan foydalanmaslik imkoniyati yo'q uni. Lekin uni tugatishimizga nima sabab bo'ladi? Uni saqlab qolsa bo'lmaydimi o'sha maqomni? Ko'plab qabrtoshlarda ko'ramiz, masalan, falonchi yil tug'ilib, falonchi yil o'lgan deganda keyin urush faxriysi deb yozib qo'ygan. O'sha insonga nisbatan qilgan mehnatiga nisbatan hurmatdi, tursa turar, u mablag' ajratilmayapti-ku. Umumiy o'rta maxsus ta'lim tashkilotlarini, kasb-hunar maktablarini hamda texnikumlarni tamomlab kasbga ega bo'lgan yoshlar chiqarib tashlanyapti bu toifadan-da. Boshqa ishga joylashtirishda qo'shimcha kafolatlarni nazarda tutuvchi qonun hujjatlarida saqlab qolinadimi yo bu toifa ishga joylashtirishda hech qanaqa ustunlikka ega emasmi endi? Prezident qarorida belgilangan ayrim talablari qonun loyihasiga to'la kiritilmaganday ko'rilyapti. Ijtimoiy tarmoqda ayrim bir yirik kompaniyalarda oylab ishchilarga haq to'lanmayotgani juda ko'plab chiqyapti. U bo'yicha bir qanday ishlar qilinyapti? Mana sizlar shunchalik samarali mexanizm taklif etyapsizlar, lekin bog'da qanchalab oylab davom etyapti bu haq to'lamaslik. U eng yirik kompaniya. Qaysi kompaniya haqida gap ketyapganini ochiqlash shart emas, o'zingiz yaxshi bilasizlar. Savolingiz o'rinli. Biz uni ikkinchi o'qishda yana ham aniqroq sizga shaxsan javob berishga tayyormiz. Agar boshqa takliflar bo'lmasa, mazkur taklifni ovozga qo'ymoqchiman. Rozilar munosabat bildirsangizlar.